Xudo xolisa tong saharlab yo'lga otlanganman. Bekobod shahariga qarab auditga zaryadga tushgan edi. Katta jamoat basseynida shu nazoratida qiyinchilik yuzaga kelayotgan ekan. Qani borib ko'ringlar, holatda bilaylik. Manzilga yetib keldik, kunlar ham isib ketdi. Manzil kelguncha, manzilga kelib, mana shu manzarani ko'ryapmiz. Jamoat basseyni suvning holati. Bizani chaqirishgani boisi ham nega suv bunday holatga kelib qoldi? Yaxshi turdi, yaxshi tozalanib qoldi, dorilarni sog'amiz, kontrol qilyapmiz, lekin effekt bo'lmayapti deb. Xullas keldi, analiz qildi, tepamishinaga tushdi. Bu yerda xatolarning eng kattasi ikkita nasos bor ekan, shu bitta nasos to'la to'kis ishlayapti. Ya'niki kerakli funksiyasini bajarmaganiga suv kerakli ob'yem filtrdan o'tmaydi. O'shani hisobiga ming dori soling, filtratsiya to'g'ri shakllanmagan bo'lsa, siz kerakli effektga erisha olmaysiz, kerakli natijaga. Hozir nasosni bu yerda remontga borish kerak va parallelni endi bu basseynga dorilarning me'yorini sal ko'paytirish kerak bo'ladi. Dorini ko'paytirsangiz, inshaalloh o'zini holatiga keladi. Bizning hozir bu yerda tavsiyalarimiz nasosda, avvalambor nasosda muammo, qumlarni chayib berdim. Kerakligicha nastroyka to'g'ri qilmagan ekan, ta'mir holati, filtrdan keraklicha suv butunlay aylanib o'tayotgan ekan, bypass orqali o'tib ketayotgan ekan. Shularni hammasini nastroyka qilib berdim. Endi bu yog'i Allohga oson. Sababini ko'rdi, tavsiyalarimizni berdi. Yo'q, tavsiyalarimizga rioya qilsak, inshaalloh tabiatli holatga keladi, xudo xolisa. Ko'p holatda insonlar basseyn dorisidan bir narsani kutishadi. Mana yorvorsin, bizvorsin, shunaqa dori bering deyishadi, bu xato. Hech qachon dori o'zi basseyningizga kerakli effektni bera olmaydi. Dori kor qilish uchun sizda filtratsiya tizimi ham shakllangan, chiroyli ishlayotgan, keraklicha o'sha nastroykalangan bo'lishi kerak. Kerakli kubaturani bir kunni o'zidan o'tkazish kerak bo'ladi. O'shandagina dori bilan 50 ga 50 siz kerakli natijaga erishasiz. Dorini o'zini bir chelaklab tondalab soling, filtratsiyada muammo, nuqson bo'ladigan bo'lsa, kerakli effektga erisha olasiz. Yoki aksi, doringiz kam, filtringiz mo'shni bo'lsa, bu holatda ham shu. Dori bilan filtr ikkalasi 50 ga 50 parallel bir-biri bilan ishlagandagina sizda ideal holat tinu basseynga erishasiz inshaalloh. Va shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, kimda shunaqa muammolar yuzaga kelayotgan bo'lsa, sababini topolmayotgan bo'lsa, nimaga unaqa bo'lyapti deb bosh qotirayotgan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Ya'niki audit qilib beramiz va bu holat sabablari nima bo'layotganini sizga bitta fakt bilan keltirib beramiz va muammoni topib, uni bartaraf qilishga ham harakat qilib beramiz. Sog' bo'ling.